Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, as-salatu was-salamu ala rasulillah. Robbimiz Alloh taologa beadad hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salavotlarimiz bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizni fazilatli bu kunlarda, barakotli soatlarda, hajjul masokinda, ibodatga mushtoq holatda, muxlis holatda barchalarimiz jam bo'ldik. Alloh taoloni o'zi barchalarimizni ibodatlarimizni qabul, murod va dillarimizni hosil va inshaalloh Alloh taoloni o'zi ado etayotgan butun amallarimiz, yaxshiliklarimizni Alloh taoloni o'zi ziyoda aylasin. Bugungi juma amr ma'ruf soatlarimizda dinimizda mol va dunyo mas'uliyati degan mavzuda amr ma'ruf soatlarimizda davom ettiramiz. Alloh taolo barchalarimizni eshitganlarimizga amal qiladigan salohiyatli mu'minlardan bo'lmog'imizni Robbim nasib aylasin inshaalloh. Olimlarimiz aytadilar, katta yoshli insonlari soyada, ya'ni soyasida o'tira olmasligini bilsa-da, daraxt eksa o'sha millat ko'karadi. Demak, bugungi kunlarda ishlar barchalarimizda jadal davom etib turgan vaqtda Alloh taoloning fazli salohiyati ila ko'kalamzorlashtirishlik, xonadonlarimiz, mahalla kuylarini, dehqonlarimizni bugungi kundagi sa'y va harakatlari va inshaalloh har birimizni nafaqat xonadonlarimiz, mahalla atroflarimiz, guzarlarimizni tozalik ishlarini olib borishligimiz va inshaalloh daraxtlar, nihollar ko'kalamzorlashtirish, ya'ni bilsak-da uni soyasida biz istifoda va o'tira olmasligimizni bilsak-da va mana shu savob ekanligini bilganligimiz uchun harakatlar qilayotgan barcha azizlarimizga Allohning rahmati va inshaalloh dunyoning saodati bo'lishligini Robbim nasib qilsin inshaalloh. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldilariga bir odam keldida iymon haqida so'radi. Iymon haqida so'ralganida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam unga yaqinroq kel dedilar. Yaqinroq kel dedilar. Yaqinroq keldi. U kishi aytdilar, iymon shunday narsaki, agar inson yaxshilik qilsa, ya'ni savob amal qilsa, ihson qilsa, namozini joyida o'qisa, qalbi xursand bo'lsa, ruhiy ozuqa olsa, demak u yaxshi. Agar yomon amal qilsa, unda xavf bo'lsa, Alloh unga gunoh yozishlikdan qo'rqinch bo'lsa, Alloh taoloning jazosi uni qalbini vahimaga solsa, u ham iymon dedilar. Haqiqiy qo'rqinch odam bolasida bo'lishligi shart bo'lgan amal. Chunki inson albatta xato qiladi, unutadi, namozini qazo qiladi, bilib bilmay mabodo bexosdan noto'g'ri gap gapirib qo'yadi. Bir gunohni 1000 marta qayta bemalol qilgan odam yoki bir xatoni 1000 marta qayta qilib pushaymon odamning ahvoli boshqacha. Bugun jamiyat shunday tarbiya topyaptiki, qalbi o'lib borayotganligi, insonning qalbining shukuhi o'lib borayotganligi, insonning qalbidagi dog'lar ko'payib borayotganligi, inson sekin o'zi bilmagan holatda tanazzulga uchrayotganini inson sezmayapti bugun. Chunki bugun ishini pora berib bitirishlik epchillik va ishbilarmonlik deyilyapti.
xalq mulkini o'marish, o'zlashtirish insonning baquvvat va insonning o'ziga ishonganligidan deyishyapti va mana shu haqni, xalq mulkini farzandlariga yedirish masalasi vijdonini og'ritmayapti. Zino bu qahramonlik deya xayol qilayotgan bo'lsangiz, do'stlariga qanaqa qizlar bilan bo'lganini aytib maqtanayotgan yigitlar, bomdodda uxlab qolgan odamning hech narsa bo'lmagandek uyqudan uyg'onishligi, hatto vijdoni, hatto iymoni qiynalmayotganligini bemalol odatdagidek uyqudan turib ovqatini yeb ishga chiqib ketishlik. Bugun iymonning va insonning va qalbning tanazzulga yetib borishligi, batamom qalblar xarob bo'lganligi, yutib yutqazayotganligidan dalolat bu. Bugun gunohlar qalbimizni qorayotganligi, insonni ibodatidan lazzat topmayotganligi yoki bir yetimni, bir nochorni ko'rganda qalbi og'rinmayotganligidan inson xafa bo'ladi. Insonmi deydi shular? Axir Alloh bizni aqlli, ongli, tafakkur qiladigan, bizlardan allomalar, azizlar, olimlar, payg'ambarlar turidan, ya'ni inson zotidan bizni qildi-ku. Bugun gunohlar qalbimizni og'ritmay qo'ysa, haromni ko'rganda iymonimiz jo'sh urib, mana shu ish xato ekanligini aytmasdan kulib o'tirsak, yoki qaysidir shariatga nomuvofiq ishlar zamon talabi ekanligini ro'kach qiladigan bo'lsak, birodar, tamom bo'ldingiz siz. Bugun bomdodlar qazo, namozlar qazo, ko'cha-ko'yda qadamdan zino holatini ko'rishligimiz mumkin. Bu bemalol. Allohdan panoh so'raylik biz. Hali ham payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytganlar edik, oqsoqollar, ya'ni yoshi qarilar borki, beshikda yotgan begunoh bolalar borki, chorpoda yurgan hayvonlar borki, Alloh ularni rahmini yeb bizni dunyoda yerga yuttirmayapti. Aslida bizni bugun qilayotgan ishlarimiz yer yutishiga 2-3 karra sabab bo'ladi. O'zimizga kelaylik biz. Allohdan fazl so'raylik biz. Qayerga qarab borayotganimizni biz bilaylik bugun. Axir bu ish xato ekanligini, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning oldilariga keldi. Ey Rasululloh, iymon to'g'risida menga ayting dedi. Rasululloh yaqinroq kel dedilar. Yaxshi ish qilsang, ya'ni ibodat qilsang, ihson qilsang, qalbing xursand bo'lsa, qalbing yorishsa, bir gunoh ish qilsang, qalbing qoraysa, ya'ni bugun xafa bo'lsangiz, demak mana shu sening qalbingdagi iymondan dalolat. Bugun oddiy holatda namoz o'qimaymiz. Lekin haromdan mol-u davlat topsak, zino, to'g'ri, noto'g'ri, o'g'rilik yoki boshqa masalalarda, men ayblamoqchi emasman, mabodo oralarimizda bo'lsa, shunday ishlar qilgan odamlar xursand bo'ladi, bemalol qalbi yorishadi. Nega? Bugun ozgina 1 so'm emas 10 so'm daromad topdi deydi. Qalb xotirjam bo'ladi. Bu iymon emas. Bu iymonning tanazzulga uchragani. Alloh taolo Qur'oni Karimda al-malu wal-banunu zinatul hayatud dunya, mol va mulk, farzandlar dunyo hayotining zinatidir dedi Alloh Qur'onda. Dar haqiqat inson mol va davlat, bola chaqa ortidan hirs va rag'bat va hamma ish bilan mashg'ul bo'lib qolganligi tabiiy hol. Ammo
inson faqat shulargagina vaqt ajrata olib, boshqa narsalardan vaqti qolmaganligi, ya'ni ibodat ortda, tarbiya ortda yoki mol va davlatga qo'yilgan katta hirs ihsondan to'ssa, ta'minotdan to'ssa, yaxshilikdan to'ssa, unday mol va davlatning xayriyati yo'q. Mol va davlatimizning oshib borayotganligi ibodatdan to'smasin bizni. Rizq egasi Alloh-ku. Alloh bizga fazl berganligi o'laroq bizga Alloh taolo bugun mol va davlat beryapti. Siz udda bora olmassiz. Alloh taolo sizga o'shancha rizq taqdir qilyapti, tamom. Shunga iymon keltirgan holatda, ihsonda, yaxshilikda, ibodatda bardavom bo'lmaysizmi? Bugun to'g'ri ko'p narsa kerak bizga. insonning hayoti orzu havaslarini ado etishlikka yetmaydi. Inson xohlayveradi. Bugun yangi imorat qurdingiz. Imorat qurganlar ko'p oramizda. O'sha yilning zamonaviy imoratini qurgansiz. 2 yil o'tiboq bir do'stingizni uyiga borsangiz, sizdan ham ko'ra zamonaviyroq uy qurganda, shunaqa qurmabman yoki men mana shu joyni o'zgartiraman yoki men mana shu qo'shimchani qilaman deysiz. 2 yildan keyin yana yangisi chiqadi. Insonning orzu havaslari, insonning nafsining talablari kamaymaydi bu. Lekin vaqt o'tadi. Bu vaqtda ibodat, bu vaqt ichida yaxshilik, bu vaqt ichida fazilat, bu vaqt ichida qilingan ihsonlar, sadaqotlar qolib ketadi. Alloh taolo innalloha yuhibbul abda taqiyal g'aniyil khafi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Alloh kimni yaxshi ko'radi? Albatta Alloh taqvoli, kamtar, yaxshi, ibodatli boyni yaxshi ko'radi Alloh taolo. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda holatni qarang. Alloh yaxshi ko'radi. Ya'ni demak biz aytmayapmiz, tarki dunyo qiling, tashlang hamma narsani, faqat ibodat qiling. Yo'q. Mol va davlat jamlang, ihson qiling, farzandlaringizni o'qiting, yaxshi sharoitda turing. Alloh taolo halol qilgan imkoniyat va mol va davlatlardan istifoda toping bemalol. Taqvodor bo'ling. Farzandingizni olim qilishlik uchun sarflang shuni. O'zingizni, ibodatingizni go'zal va qulay bo'lishligi uchun sarflang. Siz bugun sarflayapsiz, birodar. Mana burib boraylik uyimizga bugun yoki bir o'ylaylik, xonadonlarimizni eng chiroyli joyi mehmon kutadigan joylar. Mehmon ham ku 6 oyda bir, yilda bir keladi. Kundan kunga mehmonning kelishi xonadonlarimizga kamaygan. Mehmon ham hovliqib, sizga qo'ng'iroq qilib, xijolat bo'lib keladi bugun uylarimizga. Chunki mehmon keladigan ochiq eshigimiz yo'q. Mabodo bexosdan mehmon kelib qolsa, tumshug'imizni osgandan keyin ikkinchi marta kelmaydi u. Mehmonning kelishligi uyda ne'mat ekanligini tushunmagan ayollar yoki xonadon egalari ikkinchi marta mehmon kelishligini ta'minlab bera olmaydi bugun. Uyimizning eng hashamatli va eng qulay joylari mehmon kutadigan joylar. O'zimiz yashaydigan, ibodat qiladigan, har kun iste'molda bo'ladigan joylar xarob. Alloh taolo nima deyapti? Alloh yaxshi ko'radi, boy bo'lsin, taqvodor bo'lsin, boy bo'lsin, kamtarin bo'lsin. Alloh fazl bersin. Bugun alhamdulillah 5 mahal ibodat qiladigan joylarimiz, namoz o'qiydigan, ibodat qiladigan tahorat xonalarimiz yoki har kuni umrini o'tkazadigan ayollarimizni ovqat pishiradigan joylarini ta'minlab beraylik. Mehmonga o'zi ba'zi shunda ham kelmayapti uyimizga. O'zi mehmonni biz ko'chada qarshilab, ko'chadan javob beryapmiz-ku.
Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Bugun Alloh taolo bizga berayotgan mol va davlatni biz to'g'ri ishlatyapmizmi? Yo'q. Alloh mol va davlat berdi bizga. 25 yil o'tib farzandimizga to'y beramiz. Mashalloh, to'ylardagi ahvolni bilamiz bugun. To'ylarni-ku mayli, to'ylardan oldin 45 ta marosim bor. To'ylardan keyin 45 ta marosim kamligi bilan yana 15 ta marosimi to'ydan keyin qilinadi. Balo battar chaqiruv kel, buni bunga uyga borib kel, buni unisiga kel, ovqat jo'nat, ovqat qabul qil, sarpa jo'nat, sarpa qabul qil. Birodar, o'zi siz ahvolingiz tang bo'lsa, o'zi yeyishga ovqat zo'rg'a bo'lsa, uylarni mehmonxonadan u yog'i xarob bo'lsa, odam kirsa, odamni kirgizsangiz uyaladigan darajada bo'lsangiz, nimaga kerak bu? Bitta to'yni alohida o'rtacha, ixchamroq qilib bering, shu masala tamom. Alloh yaxshilik bersin. Ko'p o'rtoqlarimizga aytamiz, birodar, qilmang. Biz sizni ziyofating, imkoniyatingiz borligini hamma biladi. Siz sahiysiz, qo'li ochiqsiz, masjidlarga ihsoningiz bor. Birodar, qilmang. Bitta to'y qiling, to'ydan oldingi marosimlar ham, to'ydan keyingi marosimlar ham kerak emas. Undan ko'ra kelin va kuyovni umraga jo'nating. Oilaviy umraga boring yoki mana shu oilaning nomidan bir yetimni uyini ta'mirlab bering. Mana savob. Qilmang. Hajga boryapmiz, umraga boryapmiz. Umradan keyingi umra to'ylari umraning pulidan qimmatroq. Alloh taoloning o'zi panoh bersin. Shu qilingan xarajatga yana 2 kishi oiladan umraga borib kelsa bo'ladi. Birodar, qilmang unday. Tahoratxonangizni to'g'rilab oling. Umraga borgansiz endi 5 mahal namoz o'qishingiz kerak. Mana shuning uchun bugun mol va davlat berdi. Alloh bu imkoniyat, bu ne'mat bu. Joyida ishlating. Odamlar nima deydi? Odamlar qilyapti-ku, men ham qilishligim kerak degan masala sizni xayolingizdan chiqsin. Chunki kerak emas u narsalar. Ahmad ibn Hambalni oldilariga bir odam kelgan ekan. Qanday qilib odamlarning gap so'zidan omon qolish mumkin debdilar Ahmad ibn Hambalni oldilariga. Ularga berasan u olmaysan degan ekanlar. Xo'p, senga ozor berishsa chidaysan, javob qaytarmaysan. Xo'p, ishlari senga tushib qolsa, sen ularni ishlarini bitirib berasan u, sen ulardan bir ish so'ramaysan. Senga biror bir hojatlari tushsa yo'q demaysan, faqat xo'p deysan. Sen hojatingni ularga aytmaysan. Ular senga bir xizmat buyursa, xizmatini qilasan u, ularga lekin biror bir xizmat aytmaysan. Qiyinligini ko'ryapsizmi buni? Haligi kishi, "Hazrat, axir bu juda qiyin-ku" deganda, "Koshki edi. Shuni qilib ham ularning gap so'zidan qutula olsang" degan ekanlar. Shularni qilib ham ularning gap so'zidan qutula olmaysan. Shuning uchun odamlarning gap so'zini qo'ying. Odamlar sizni bugun unutdi. Ertaga boshqa birovni ham unutadi. Chunki odamlar bugun o'zligini unutgan. Bugun biz o'zligimizni unutdik-ku. Musulmonmiz, birodar. Ishimiz, hayotimizga kelganimizning asosiy ishi ibodat. Ibodat yo'q-ku. Bugun shunday olib, mana tahoratni boshidan oxirigacha aytib bering, qilib ko'rsating deyilsa xato qiladi. Fotihani namozlarda necha yildan beri o'qiymiz? Mana bugun internet tarmoqlari chiqdi. Aytib bering desak aytib bera olmaydi. 2 qator duo qila olmaydi. Shuning uchun odamlarni gap so'zini qo'ying. Otangiz, onangiz vafot etganda elga osh berishlarni to'xtating. Otangiz, onangiz vafot etganda undan ko'ra elga osh berib, rasmiyatchilik ko'z-ko'z qilgandan ko'ra otangiz o'lganda janozasini o'zingiz o'qing. Mana odamlar gap qilsin, zo'r ekan desin. Mana zo'r ziyofat berdi emas, mana zo'r ekan bu otasini janozasini o'zi o'qidi, bobosini janozasini o'zi o'qidi, akasini janozasini o'zi o'qidi desin.
Janoza 4 takbiri janoza o'qiy olmaysiz-ku. Siz bugun kelib dovrug'u doningizni tarqatish uchun 1000 kishiga osh bermoqchisiz endi. Kerak emas. Shuning uchun Alloh taoloning o'zi yaxshilik bersin, joyida sarflang. Har bir masalani joyida ishlating. Eski, tuzki, matoqlar, temir, tersak narsalar, latta-puttalarni qo'ying. Bugun ham o'zingizga, ham oxiratingizga, ham dunyoyingizga, hozir oilangizga manfaati tegadigan ilmlar o'rgating va ishlar qiling. Bugun hamma qilayotgan ishlarimiz rasmiyatchilik. Bir grek olimi Alloh taoloning taqdiroti ila qamalganida men dedi, nimjonligim uchun men kitob o'qishlikni boshladim dedi. Kitob o'qish boshladim. Taqriban shunday darajaga yetdimki, bir kunda 15 soat kitob o'qirdim dedi. Bir kunda 15 soat kitob o'qiydi. Qolganiga sayr qiladi, qolgan uxlaydi, ovqatlanadi. 15 soat kitob o'qiydi. Qamoqxonadagi kitoblar qarib men chiqqunimcha tugay deb qoldi dedi. Lekin o'shanda biror bir ilinch yo'q edi menga. Men buni kitobni o'qib bitirganimdan keyin birov meni imtihon qiladi. Mana shu kitobni o'qib berganim uchun kimdir menga diplom beradi. Kimdir diplom bergandan keyin mana shu diplom orqali men bir ishga kiraman va manfaat topaman degan manfaat yo'q edi menda deydi. Faqat shunchalik ilmli va olim bo'lishlik uchun, bilish uchun men o'qiganman dedi. Haqiqatda biz bugun bir qadam qo'yamiz-ku, tagida bir manfaat bor. Bir qadam qo'yamiz, bir ish qilamiz, hatto bir duo qilamiz, tagida manfaat bor. Xolis Alloh roziligi uchun ibodatlar qani bugun? Mana shuning uchun bu gapni kuyunib aytayotganimiz anchadan beri qalbimizni og'ritayotgan narsa ekanligi, marosimlar yoki ta'ziya, janoza marosimlari, ayollar bazmi, ayollar marosimi. Bugun biz iymonli bo'lib, musibatiga, gap so'ziga chidab, haqiqiy musulmon, mu'min bo'lib, biz bugun turib bermasak, ayollarimiz bizdan o'tib yoki chegarani buzib tashlayapti. Bugun erkak bo'lib ayolimizga xonadondagi marosimni biz rejalashtira olmasak, rejalashtira olmaymiz. Ha, nima ayollar marosimi? Xo'p, mumkin emas. O'zi domla, mumkinmi shu ayollar marosimi? Hami yo'qmi? Shariatda bormi yoki yo'qmi deb savol bering. Yo'q bo'lsa, turib bering, qilmasin, kerak emas chunki. Ayollar marosimi bugun juda haddan oshib ketdi bugun. Alloh taoloning o'zi panoh bersin. Gap so'zi o'tib ketadigan narsa. Sizni haqqingizdan gapirishdimi? Bugun siz qo'ying o'zingizni. Bugun davlat rahbarini ham orqasidan gapiradi, hokimni ham orqasidan gapiradi, olimni ham, imomni ham, hojini ham, Allohni ham ortidan gapiryapti-ku bular hozir. Shuning uchun bu gap so'zdan qanday qochib qutula olasiz? Gapiraverib ketmaydimi? Mana shuning uchun bu narsalarni joyiga keltirishlik, Allohdan fazl so'rashlik. Bugun Alloh taolo berilgan mol va davlatlarni imkon o'laroq joyida ishlatish, joyida ishlatishlikni Alloh taolodan so'rash kerak bugun. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Abu Hurayradan rivoyat qilgan hadisda juda qattiq bu hadisni o'qiyotib qalbimizga qattiq tekkan narsa, bizlarni qalbimizni og'ritgan narsalarni his qildik. Imom Buxoriydan rivoyat qilgan sahih hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytibdilar: "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisa, ta'isa abdul khamila. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhata, ta'isa wankasa wa in shika falan taqasha." Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ahadisda aytibdilar: dirham quli, ya'ni pul quli, dinor quli, yangi kiyimlar kiyishnikni xohlaydigan qullar, ya'ni bashang kiyimlar quli baxtsiz bo'lsin.
Shunday odam baxtsiz bo'lsinki, Alloh unga bersa, ishi yurishsa xursand bo'ladi. Ishi yurishmasa xafa bo'ladi. Ya'ni ibodat qilsa xursand bo'lmaydi. Ibodat qilmasa yo xafa bo'lmaydi. Agar Alloh unga mol va davlat bersa xursand bo'ladi, bermasa xafa bo'ladi Allohdan. Baxtsiz bo'lsin, yuztuban yiqilsin, oyog'iga tikon kirsa chiqmasin dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Imom Buxoriydan rivoyat qilgan hadisda. Bugun mana shu hadisning tagida bugun ko'pchiligimizni ko'ryapmiz. Alloh taoloni o'zi panoh bersin. Baxtsiz bo'lsin dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bugun alhamdulillah kiyimlar yangi. Bir nechta yetim kiyim kiy olmaydi. Yetimda kiyim yo'q. Olib berishga iymon yo'q. Ko'z yo'q ki yetimni ko'rmaydi ular. Keladi, kimga olib beray deydi. Bizda deydi yetim yo'q-ku deydi. Birodar, yetimxonalar yoki bugungi kunda muhtojlar bilmaysizda, ko'zingiz ko'rda. Chunki Alloh Qur'onda aytgan, ular hidoyatni ko'rishga ko'zlari ko'r, eshitishga quloqlari kar. 2 kun yoki 3 kun oldin mehribonlik uyida kattalar, yoshi kattalar mehribonlik uyida bir marosim bo'ldi. Boryapmiz. Marosimga deyapti, aynan bir g'ijduvonlik bola ehson qilyaptilar. Aqiqani o'rniga u yoqda 300 ta kasalga osh tarqatyaptilar, ovqat tarqatyaptilar. Taqriban bir 20 ta o'rtoqlarini, biznesmen, yaxshi tijoratchi bolalarini chaqiryaptilar. 20 tadan 15 tasi mana shu mehribonlik uyi qayerda ekanligini bilmaydi. Ular nima deydi? Unday odam yo'q-ku deydi. Atayin borib o'sha kasallarni ko'rsatdik, borib ko'r dedik sen. Ruhiy kasaldir, to'shakka mixlangandir, qaysidir Alloh sinov o'laroq ularga kasallik bergandir. Birodar, bir deganda sen mana shuni o'rniga bo'lib qolishliging mumkin. Bir deganda, shunday ko'chaga chiqasan, bitta mashina uradi, ertaga sen o'sha kasalning o'rnida bo'lasan, o'sha yotoq seniki bo'ladi. Bugun nimamizga girdayamiz bugun? Nega biz bugun yordam berishlikdan, ehsondan, muhabbatdan, iymondan biz o'zimizni chetga surib qo'ydik? Masjidlar xarob, masjid xodimlari oylik ola olmaydi. Bugun biz nima deymiz? Muhtoj odam yo'q-ku deymiz. Masjidlarga jumadan oldin soatlab kela olmaymiz, birodar. Yordam so'rab keladiganlar bor. Ularni har birini talabini bajarishlikka xohishimiz bor, lekin orqada jamoatda kuch yo'q. Ularni ado qiladigan iymon yo'q. Odamlar bor, sizni qo'lingiz bilan kichkina amallar, ular uchun dunyo. Bir kiyim, qishda kiyim ota-onani kelib bizni oldimizga iltimos qilib yig'lashligiga sabab bo'lyapti. Lekin biz nima? O'tgan yilki qishki kiyimini bolamizga kiydirmaymiz. Falonchini o'g'li-ku bu deymiz bu. Kiyima deymiz, yangisini olib beraman. Bir yetimga, sizni o'g'lingiz kiyadigan qishki kiyimga 3 ta yetimga boshdan oyoq sarpo qilsa bo'ladi. Sizni bir kiyimingizga yoki bir sarpoyingizga bir nechta yetimni kiydirsa bo'ladi. Nima deymiz? Yo'q-ku odamlar deymiz. Alloh ko'zimizni mana shunday ko'r qilib qo'ygan. Ko'rmaymiz biz. Savob amal, jannat qayerda? imkoniyat, ya'ni ehsonning mazasi qayerda ekanligini biz bilmaymiz bugun. Bugun mukkasidan ketganmiz. O'zimiz bo'lay. 2 qavatli imorat, falon anjomlar, falon kiyimlar, falondaqa mashinalar. Birodar, mayli. Ehsonni ham joyiga qo'ying. Alloh bersa, bermasa, siz bir yetimni kafilingizga oling. Shunday odamlarni ko'rdik bugun. Yetimni kafiliga topshirganmiz. 3 oy yordam beradi, 4-oy yetim bizga chiqadi, yordam bermayapti. Nega deb chiqsak, shu oy ish yaxshi bo'lmadi deydi. Birodar, yetim nima qilsin? Ko'chada qoladi-ku bu. Bu ovqatsiz qoladi-ku, ta'minotsiz qoladi-ku. Buni kasaliga, doktoriga, davosiga narsa bo'lmaydi-ku desa, bir amallab tursin, keyingi oy ish yaxshi bo'lsa yordam beraman deydi. Birodar, siz bir amallashingiz mumkin, zaxiralaringiz bor. Buni yo'q zaxirasi.
Buni kiyishga kiyimi yo'q, buni yeyishga ovqati yo'q. Qanday amallasin? Och qolib, hech narsa yemay chidab turishligi mumkin. Lekin u ham bo'lsa qisqa muddat. Qanday qalbimiz bugun? Qanday qalbimizda joy borki, qanday qalbimiz chidaydiki bugungi kunlarda? Alloh taoloning o'zi panoh bersin. O'zimizni masjidda katta jamoat bo'lib turib, shunday jumadan oldin yoki bugun hafta kunlarining o'rtasida qo'ng'iroq bo'ladi. Domla masjidni chirog'ini, svetini puli tugadi. Mashalloh deyman. Shu zamonlarga ham kelib qoldikmi deyman. Masjidning pulini, ya'ni chirog'ini, pulini birovdan so'rab oladigan darajaga keldikmi? Kelmabmiz-ku birontamiz. Har kuni bilamiz, odat bo'yicha xonadonimizga gazga, soliqqa, suvga to'lash kerak. Kim keldi? Kim? Domla masjidni shuncha joyni ishlatamiz, tahoratxonada tahorat qilamiz. Bo'pti, uni xizmatini kim qiladi? Men ham qilaylik. Hamma. Yo'q-ku. Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Kimdir kelib siz qilayotgan ishlarni savobini yoppasiga olib ketadi. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning hadislari bor. Bugun dunyoga mukkasidan kirib ketganimiz yoki kambag'allarni, muhtojlarni ko'rmayotgan bo'lishligimiz Alloh taoloning o'zi panoh bersin. Qiyomat bo'lganda, vaqti kelganda bizga og'ir hisob-kitob bo'ladi bu. Shuning uchun o'zimizga kelib olaylik biz. Xonadonimizni har yil ta'mirlaymiz. Xonadonimizda har yil ishlar bor. Har yil rejalar bor. Har kunlik xarajatlar bor. Har oylik xarajatlar bor. Masjid ham katta tashkilot. Bu yerdan ham so'raladigan narsalar bor. Bu yerning ham xarajatlari bor. Jumada aytamiz. Qulog'imizga ham ilmaymiz. Alloh taoloning o'zi panoh bersin. Shunday iymonki, u gap eshitilganda bunisidan chiqib, bunisidan kirib, bunisidan chiqib ketadi. Alloh taoloning o'zi fazl bersin, birodar. Alloh yaxshilik bersin. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bugun iymon masalasini bizga aytayaptilar. Ihson-ku yoki boshqa masalalar-ku biz ixlos ila o'tirgan joyimiz bor. Qanday? Xudoni uyi. Siz qilmasangiz, men qilmasam aniq Alloh bittasini qalbiga soladi. Aniq u. Lekin o'sha fursatni biz boy beramiz. Biz o'sha poyezga ilin olmaymiz biz. Biz qolib ketamiz. Mana shu joyi bor. Bu narsalar 17-asrdan 324 yildan beri bitib kelgan. Xarob holatga tushmagan, Alloh tashlab qo'ymagan. Bittasi kelib boshqa joydan umuman tanimagan odam kelib qilgan. Qilaveradi ham. Chunki Alloh o'zining uylarini xor bo'lishligiga qo'ymaydi. Tashlab qo'ymaydi. Lekin bizchi? Biz mana shu savobga ilin olmaymiz. Biz mana shu to'daga kira olmaymiz. Biz mana shu joyga o'zimiz ergasha olmaymiz. Mana shuning uchun bugun Alloh taolodan fazl so'ragan holatda yaxshilikka ilinaylik biz. Kamdir, ko'pdir, ihsonni kam va ko'p emas, ixlos va ixlossiz qilingan ihson bor. Shuning uchun Alloh taolo biz u sizni nafaqat mol va davlatlarimizni, Alloh iymonlarimizni ham ziyoda qilsin. Allohdan avvalo iymon, taqvo, yaxshilik, fazilat so'raymiz. Alloh taoloning o'zi iymonlarimizni, yaxshiliklarimizni Alloh taoloning o'zi ziyoda qilsin inshaalloh. Alloh taoloning fazli ila so'nggi yillarda yurtimizda aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini takomillashtirish masalalari ko'rilyapti. Demak, yetimlarga yordam, kam ta'minlanganlarga yordam, otasiz, qarovsiz qolganlarga yordam masalasi bo'yicha juda ko'p targ'ibot va tashviqot ishlari olib borilyapti. Nafaqat bu din tizimida, ya'ni dinimizning buyrug'i, dinimizning talabi, shuningdek Alloh taoloning fazli ila davlatimiz ham bunga jonbozlik ko'rsatib, o'zining xizmatini, insonlarni jalb qilish masalasini, insonlarga yetuklik, yaxshilik, ilm darajasi bo'ladimi u? Kasallarni tuzatish bo'ladimi? Ijtimoiy himoyaga muhtojlarni qo'llab-quvvatlash bo'ladimi?
ularning nafaqalarini oshirish, nafaqa yillarini uzaytirish bo'ladimi? Nafaqat bu joyda dinimiz ham, davlatimiz ham harakat qilayotganligini biz ko'ramiz. Nega? Mana shu saxovatli, savobli ishlarda biz chetda qolishligimiz kerak. Biz beparvo bo'lishligimiz kerak. Demak, biz ham bugun harakat qilsak, Alloh taolodan yaxshilik so'rasak, Alloh taolo ham biz u sizga yetkazsa, albatta innamal a'malu binniyat. Bugun imkoniyatimiz yo'qdir. Niyat qilaylik, Alloh yaxshilik beradi. Bugun boshini kam bo'lsa-da boshlaylik. Alloh taolo davomini inshaalloh yetkazadi. Chunki amallar niyatga qaraladi. Bugun yordam berishlikni, qo'llab-quvvatlashlikni, qalbdan, dildan duo qilsak, Allohdan so'rasak, Alloh albatta yetkazadi. Shuning uchun mana shu ishda ijtimoiy ko'makka birdam bo'lishligimizni, hammamiz qatnashmog'imizni, yelkadosh bo'lishligimizni Alloh hammamizga nasib qilsin inshaalloh. Shu bilan birgalikda masjidimizda obuna oyligi davom etyapti. Hammamiz qo'ldan kelgancha hidoyat, islom nuriga, gazeta, jurnallarga yo mu'minalar, ayol qizlar jurnaliga obuna bo'lishligimiz kerak. Alhamdulillah, kecha jumaga aytdik, katta jamoatimiz bir kishi obuna bo'libdilar. Alloh taolo o'sha bir kishiga yaxshilik bersin, obunalarini qabul, sa'iy harakatlarini inshaalloh ziyoda aylasin. Chunki bu ham masjidimizning obro'yi, siz aziz jamoatni himmatingiz va Alloh taoloning fazli hisoblanadi. Shu bilan birgalikda qolib ketgan narsalar bor. Masjidimizda quyosh paneli o'rnatishimiz kerak. Qishga tayyorgarlik bo'lyapti. Alhamdulillah, ko'chada ko'rdik. Ayvonlar to'sildi. Taqriban u ayvon to'sildi. 300 kishiga namozxonlarga joy yaratib berildi. Bo'lyapti, bo'laveradi. Siz qilmasangiz boshqasi qiladi. Lekin bu savob, bu masjid bizniki, jamoat bizniki. Shu joyga kelib turibmiz. Hissa qo'shaylik biz. Alloh taoloning o'zi yaxshilik bersin, fayzu fazilat bersin. Mana shu ayvonni to'sib, inshaalloh issiq bo'lishligiga taraddud qilgan, harakat qilgan birodarlarimiz, aka-ukalarimizni Alloh ehson va xizmatlarini Robbim qabul aylasin. Izzat aka ishlarini rivojini so'rab duo talab ekanlar. G'ulom hoji bobo, otalari Sayfullo bobo haqlariga duo talablar, farzandlari, nevaralari, evaralari haqlariga duo talab. Qori Qur'onlar, olimu bo amallar chiqsin zurriyodlardan. Saidjon ukamiz aziz jamoatdan duo talablar. Azima opa shifo talab ekanlar. Jasur aka, Yashin aka, Solijon aka aziz jamoatdan duo talablar. Nodir aka, Javohir aka o'g'illari haqlariga duo talablar. Ilg'or aka shifo talab ekanlar. Anvar, Qobil akalarimiz safarga chiqishlikni niyat qilgan ekanlar. Safarlari xayrli bo'lsa Alloh taqdir qilsin ekan. Siz az jamoatdan duo talablar. Usta akalar, siz az jamoatdan duo talablar. Yoqubjon, Ergashxon hojona, siz az jamoatdan Alloh shifo bersin deb duo talab ekanlar. Mirsayid, Mirfay, siz az jamoatdan ukalarimiz duo talab. Qurbon bobo, Ismat bobo, siz az jamoatdan duo talab. Rajab aka, siz az jamoatdan duo talablar. Sunnatjon masjidga ehson qilgan ekanlar. Alloh taoloning o'zi yaxshilik bersin. Muhabbat bibi, Alloh rahmat qilsin ekan. Alloh taoloning o'zi yaxshilik bersin. Yana bir jamoatdan duo olib bering. Ishlarimga, oilamga Alloh taolo baraka bersin degan ekanlar. Alloh barcha duo talablarimizning duolarini ijobat aylasin. Amin. Hasbiyallohu ni'mal vakil, ni'mal mawla va ni'man nasir bi rahmatika ya arhamar rohimin.